Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Alhamdulillah, rahmat. Aka qayerliksiz? Samarqandlik. Borib kelish qanday bo'ldi? Dokumentlar qanday edi? Ha. Dokument yo'q edimi? Registratsiyachi. Hech narsa yo'q edi. Faqat pasportni o'zi migratsiyaga bor edi-a? Hech narsa yo'q. Shu bilan ham borsa bo'laganmi? Mana shu obunachilarga aytib qo'yish kerak. Borsa bo'lam bo'lmaydi shular bilan. Ha, Jarqishloq ahligachi bir nima bir fikrlar, tavsiyalar? Fikrlar to'g'risi yo'q. Nimaga yo'q bo'ladi? Mana misol uchun pasportim bilan keling. Men mana murojaat qilsa bo'laveradi-da. Mana misol o'zim ham borib keldim-ku mana. Ha. Eson-omon kirib keldim, Xudoga shukr. Muammo bo'lmadimi yo'lga? Chegaraga. Hech qanaqa muammo bo'lgan yo'q. Hammasi problemasiz o'tib kelyapmiz, xudo xolasa. Problema yo'q. Ishga kirib keldik mana. Ha. Ishonib, murojaat qilsalar bo'laveradi. Ha. Jarqishloq ahliga bo'lmasa salomlar. Jarqishloq ha? Ha, mana do'stlar. Rossiyadan ham Jarqishloq ochamiz. O'zi bitta gal bor, yana Jarqishloq ochamiz ha?